Sizlarga bir ma'lumot aytib o'tacakman. Bu yerda yana Sony Alpha 7 ning S varianti. Mesela meniki S emas, meniki o'zi. S bilan oddiysini, ya'ni farqi nimada? Bular masalan 7S bor, keyin 7R degan modellari bor. Hop, qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, S modellari ko'pincha bular syomka, ya'ni video syomka uchun moslab chiqarilgan bo'ladi. 12 megapiksel bo'ladi, lekin 4K da 120 fps yozib berib beradi bu polni. Agarda bu elde R bo'lsa, u fotoapparatlar uchun, ya'ni fotosessiya uchun chiqqan bo'ladi. Ko'pincha rasm olishga moslangan bo'ladi. Agarda elde yozuvchi bo'lmasa, gibrid ham rasm olish uchun o'ng'ayli, ham syomka uchun o'ng'ayli bo'ladi. Lekin imunda asobiy S modellari bular qimmat yuriydi. Oddiysini qaraganda, masalan, meniki $1600 bo'lsa, bu $2000 shu bodisini o'zi.